Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan patologiya darslarini o'rganishda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz gipersezuvchanlik haqida bo'ladi. Bugungi video darsimizni o'zida gipersezuvchanlikka umumiy tanishib, uni 4 ta tipi bor. Birinchi tipi haqida asosan gaplashamiz. Har bitta keyingi tiplari uchun ham alohida video darsda demak gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak gipersezuvchanlik bu nima degani? Nomida o'zi sezib turibmiz. Giper bu yuqori darajada, ortiqcha darajada degani. Sezuvchanlik bu tabiiy. Bu nimaga nisbatan olingan? Sezuvchanlik bu bizni immunitetimizga nisbatan olingan. Immunitetimizga nisbatan olingan. Immunitetimiz yuqori darajada, haddan tashqari ortiqcha darajada sezadi. Bu mana immun javobni kuchayib ketishi yoki nomutanosiblig'i yoki ya'ni adekvat javob bermasligi yoki buzilgan javob berishi deb qabul qilsak ham bo'ladi gipersezuvchanlikni. Xo'p, bizda shunaqa tushuncha paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, noto'g'ri tushuncha. Hamma gipersezuvchanliklar bu allergiya deb ataladi deb. Yo'q, bu allergik reaksiya, gipersezuvchanlikning bir tipi xolos. Ya'ni ichida 4 ta tip bo'lsa, o'shaning birinchi tipi asosan allergik reaksiya hisoblanadi. Qolgan 3 ta tipi boshqacha. Ya'ni hammasini biz allergiya deb atashimiz noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, endi biz quyidagi narsalarga ham e'tibor berishimiz kerak barcha gipersezuvchanlik tiplarida. Xo'p, antigen bilan ilk kontakt, ya'ni birinchi marta kontakt bo'ladi immun tizimimizda. Bunda u tanib olish, immun javob hosil qilish va xotira hosil qilish vazifalarini bajaradi asosan. Xuddi o'sha antigen bilan ikkinchi marta kontakt bo'lgandagina gipersezuvchanlik namoyon bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Birinchi marta bo'lganda gipersezuvchanlik demak yuzaga kelmas ekan. Ikkinchisi bo'lganda, ikkinchi marta bo'lgandagina bo'ladi gipersezuvchanlik. Va bundan tashqari yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa irsiy moyillik. Bu bilamiz, immunitetda barcha immun hujayralari, antitanalar hosil bo'lishi, komplement oqsillar hosil bo'lish hammasi bu genetik bo'ladi, ya'ni bizni irsiyatimizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni qandaydir irsiy buzilish immunitetimizni gipersezuvchanligiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bu odamda gipersezuvchanlikka irsiy moyillik bo'ladi deb tushunish mumkin buni. Ya'ni genetik faktor yuqori hisoblanadi gipersezuvchanlikning sabablarida. Demak, ota-onada nimagadir allergiya bo'lsa, bolasida ham katta ehtimol nimasigadir allergiya bo'ladi. Nima uchun ko'p allergiya deyotganimizni ham keyin mavzu mobaynida gaplashamiz. Demak, 4 ta tipi bor. Pnevmonika qiluvchi ABCD deb eslab qolsak bo'ladi. Birinchi tipi anafilaktik A harfi uchun, ikkinchi tipi antibody mediated, ya'ni antitanaga bog'liq bo'lgan gipersezuvchanlik. Uchinchi tip immun kompleksga bog'liq bo'lgan. To'rtinchi tip delayed yoki kechikkan tip deydi, yoki buni boshqa nomi hujayraviy tip. Asosan limfositlar qatnashadi. Mana shu 4 ta tipi bor. Birinchi, ikkinchi va uchinchi tiplarda antitana ishtirok etadi. Antitanalar bor-ku, mana bunaqa shaklda ishlab chiqariladigan antitanalar. Va 4-chi tipda esa yo'q, unda hujayralar ishtirok etadi. Shuning uchun hujayraviy tip deb ataymiz uni. Xo'p, demak, boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birinchi tipni ko'rib chiqamiz. Bu tezkor allergik reaksiya. Xo'p, demak, ta'rifi. Birinchi tip gipersezuvchanlik bu organizmning allergenga nisbatan haddan tashqari kuchli sezuvchanligi hisoblanadi. Va buni natijasida yuzaga keladigan tezkor immun javobga gipersezuvchanlik reaksiyasi deyiladi. Buni o'ziga xos xususiyatlari immunoglobulin E antitanalari vositasida amalga oshadi. Ya'ni asosiy rolni amalga oshiradigan antitana bu immunoglobulin E. Normal holatda, ya'ni bu irsiy moyilligi bor odam, mana shu gipersezuvchan odam, bunda immunoglobulin E qatnashadi o'sha immun jarayonida. Shuning uchun bu kuchayib ketadi immun javob. Lekin normal holatda, masalan, sizda hech qanaqa allergiya bo'lmasa, sizda qanaqadir o'sha yod tana tushgan payt immunoglobulin G chiqadi va bu normal immun javob chaqirib beradi sizda. Lekin sizda irsiy gipersezuvchansiz, genetik moyilligingiz bor o'sha gipersezuvchanlikka va bu sizda immunoglobulin E chiqishini va kuchli reaksiyalar amalga oshishini ta'minlab beradi. Bundan tashqari, semiz hujayralar, buni mast cell deymiz, eozinofillar va bazofillar, bular granulyotitlar. Chunki ularda degranulyatsiya bo'lib, qaysidir mediatorlar chiqadi, buni ham gaplashib o'tamiz. Mana shu 3 xil hujayralar ham qatnashadi antitanadan tashqari.
Endi bu allergen bilan qayta uchrashganda tezda yuzaga chiqadigan reaksiya hisoblanadi. Aytdik, chunki bir martasida u faqat tanib oladi organizmimiz. Ikkinchi marta uchrashgan payti esa gipersezuvchan bo'lib, o'sha reaksiyasini ko'rsatadi. Endi gipersezuvchanlik reaksiyalarining katta qismi allergiyalar hisoblanadi. Masalan, changga, nimadir tukiga, nimadir oqsillarga, qaysidir ovqatlarga yoki kontakt bo'lganda nimadir moddalarga bo'lgan allergiyalar eng ko'pi mana shu gipersezuvchanlikni allergiyalar hisoblanadi. O'zi 4 ta tipdan eng ko'p birinchi tip uchraydi. O'sha birinchi tipda ham ichida eng ko'p mana shu allergiyalar uchraydi. Shuning uchun bizda o'sha qarash shakllangan gipersezuvchanlik bu allergiya deb ketiladi. Lekin aslida bu allergiya bitta turi xolos, lekin juda ko'p uchraydi allergiya. O'zi nima degani? Allos, yod degani ergon o'sha modda, yod tana yoki yod substansiya degani. Ya'ni tanamizga yod modda ta'sirida organizmning kuchli reaksiyasi. Xo'p, endi birinchi tip gipersezuvchanlikni patofiziologiyasi qanday kechadi? Buni 3 ta bosqichga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi sensibilizatsiya bosqichi yoki birinchi kontakt. Bunda allergen, masalan, o'sha chang, oziq-ovqat oqsili yoki boshqa moddalar organizmga kiradi. Qaysi yo'llar bilan kirish mumkin? Masalan, aerozol kirish mumkin o'pka orqali yoki kontakt o'sha teri orqali, terining qanaqa jarohat orqali shunaqalar yoki og'iz orqali. Buni fekal desak bo'ladi. Oral desak bo'ladi. Ya'ni bunda ovqat mahsulotlari, chang, boshqa hidlar aerozol yo'li orqali, kontakt orqali, masalan, qanaqadir charmga kimdadir yoki sun'iy qanaqadir materiallarga nisbatan o'sha allergiyasi bo'lishi mumkin. Umuman olganda allergiya organizmga tushdi. Masalan, deylik, teri orqali kirgan payt dendritik hujayralar bor yoki o'pkaga tushsa makrofaglar tomonidan ular qabul qilinadi. Masalan, mana bu o'sha allergen organizmga tushgan payt bizda demak makrofaglarimiz uni yutadi, qamrab oladi. Chunki yot narsa-ku, uni qamrab olish kerak. Teri orqali tushsa dendritik hujayralar, o'pka bo'lsa masalan makrofaglar umuman yutdi va bu makrofag, dendritik hujayralarni biz antigen taqdim etuvchi hujayralar yoki antigen prezentatsiyalovchi hujayralar deymiz. Ingliz tilida qisqartmasi antigen presenting cells deyiladi, APC. Xullas, umuman ular qamrab oldi va ular keyin limfa tugunlariga boradi. Limfa tugunlariga borib, uni CD4 pozitiv hujayralar bor. Biz uni T helper deb ataymiz. T helper hujayralarga ko'rsatadi limfa tugunlarining ichida. Ularning o'zaro kontakti bo'ladi. T hujayralarga tanitadi. Mana bu hujayra, mana bu antigen tanaga tushdi, o'shanga qarshi kurashish kerak deb tanitadi. Va mana shu joyda kalit joyi, genetik moyil bo'lganda odam gipersezuvchanlikka mana shu antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralarda co-stimulatory protein bo'ladi, ya'ni qo'shimcha stimullovchi protein. Deylik, mana o'sha antigen prezentatsiya qiluvchi hujayra mana bu retseptor orqali, mana bunday qilaylik. Shu retseptor orqali mana bu T hujayra, T helper. Bu hali naiv hisoblanadi. Naiv degani hali hech qanaqa antigen bilan tanishib ko'rmagan, ya'ni hali yangi turibdi degan. O'sha T hujayraga ko'rsatadi. Mana bu qizil rangda belgilaylik. Mana bu antigen, shunga qarshi kurash kerak deb. Keyin bu o'zini mana bu retseptori bilan tanib oladi. Ha, shumi deydi. Endi agar bizda aytdim, genetik moyillik bo'lsa gipersezuvchanlikka, mana bu yerda co-stimulatory proteini bo'ladi yana bitta. Mana bu shaklda qilaylik. Mana bu oqsil u bilan ham bog'lanadi keyin. Ya'ni qo'shimchasiga yana xuddi qara deb yana gijgijlab qo'yganday, xuddi ko'proq o'sha jarayonni kuchaytirish uchun co-stimulatory protein deyiladi mana bu. Xullas, shunaqa qilib, kuchli qilib tanitdi unga. Endi T hujayra o'zgaradi. Buni tanib olgandan keyin T helper ikkinchi tipi, o'zi birinchi va ikkinchi tip hujayralar bor, ikkinchi tipiga aylanadi. Va u o'zidan turli xil sitokinlarni ishlab chiqaradi. Bu sitokinlarga interleykin 4 asosan va interleykin 5 kiradi. Interleykin 4 B limfositlarni aktivlaydi va B limfositlar o'zidan immunoglobulin E antitanalarni ishlab chiqaradi. Interleykin 5 esa eozinofillarni chaqiradi. Ular keyinchalik o'zidan turli degranulyatsiya bo'lib, o'zidan turli xil mediatorlar ishlab chiqaradi. Va bizga kerakli bo'ladigan immunoglobulin E paydo bo'ldi.
immunoglobulin E keyinchalik semiz hujayralar va bazofillar sirtidagi retseptorlarga bog'lanadi va endi odam sensibilizatsiyalashgan odam hisoblanadi. Endi odam bir marta уже sezdi, uni immun tizimi xavfni sezdi, qachonki u tushsa tayyor turibdi jang qilishga. Endi ikkinchi bosqich bizda faollashish bosqichi yoki qayta kontakt. Xuddi o'sha allergen qayta kirdi organizmga va u semiz hujayralardagi immunoglobulin E bilan bog'lanadi. Mana bizda tayyor turibdi. Xo'p. Mana bu bizda immunoglobulin E. Mana bu immunoglobulin E. Bu semiz hujayra. Mana bu esa allergen. Allergen qayta kirgan payt uni retseptorlari bilan immunoglobulin E'lar cross-linking bo'ladi, ya'ni bog'lanadi va bu semiz hujayrani degranulyatsiyasiga olib keladi. Demak, mana bu joyda mana semiz hujayraning degranulyatsiyasiga olib keladi va kimyoviy mediatorlar ajraladi. O'sha pro-inflammatory proteins yoki mediators deyiladi. Ya'ni yallig'lanishni chaqiruvchi mediatorlar va natijada allergik reaksiya namoyon bo'ladi. Va uchinchi bosqich mana shu effektor bosqich yoki bo'lmasa boshqa nomi boya ajralib chiqqan mediatorlarni ta'sir qilish bosqichi. Bu ikki xil mediatorlarga bo'lib olamiz. Birinchisi o'zi semiz hujayralar ichida zaxiralanib turilgan demak mediatorlar. Bularga masalan gistamin, eng asosiysi gistamin. Buni effektlari qanday? Bu qon tomirlarining kengayishiga va o'tkazuvchanligini ortishiga sabab bo'ladi. Buni natijasida shish va urtikariya. Buni biz hives deyiladi, eshak yemi deb tarjima qilsak bo'ladi, urtikariya. Bundan tashqari bronxospazm, chunki bronxlarning devorida, silliq muskulida H1 gistamin retseptorlari bor. Ularga ta'sir qilish orqali uni silliq mushaklarini qisqartirib, bronxospazmga sabab bo'ladi. Bundan tashqari terida qichishishlarga sabab bo'ladi mana shu gistamin moddasi. Triptaza degan mediator ham ajralib chiqadi. Bu semiz hujayrani ishlayotganini, degranulyatsiya bo'layotganini belgisi hisoblanadi. Bundan tashqari geparin, qonni suyultirish vazifasi. Rost, bu reactive oxygen species, ya'ni biz bilgan erkin kislorod radikallari. Bu ham hujayralarni o'ldirishda ishtirok etadi. Bundan tashqari proteazalar oqsillarni denaturatsiya qiladi. Mana shu moddalar shunaqa qilib yallig'lanish jarayonlari, destruktiv jarayonlarni amalga oshiradi. Bundan tashqari yangi sintez qilinadigan mediatorlar. Lekotrinlar. Bular kuchli va uzoq davom etuvchi bronxospazmni hamda immun hujayralarning hemoattraksiyasini, ya'ni o'sha joyga chaqirishini ta'minlaydi. Neytrofillar, natural killer hujayralarni chaqiradi o'sha joyga. Bundan tashqari prostaglandinlar. Bular ham yallig'lanish va og'riq jarayonlariga javob beradi. Boshqa sitokinlar, ya'ni ham yallig'lanish jarayonini kuchaytirishga xizmat qiladi. Mana shu mediatorlar shunaqa qilib butun tanadagi yallig'lanishli jarayonlarni amalga oshiradi. Endi o'sha gipersezuvchanlik reaksiyalarini bosqichlari bor, turiga ko'ra. Masalan, erta bosqichi bor, kechikkan bosqichi va kechki bosqichi bor. Erta bosqichi 5 daqiqadan 30 daqiqa ichida, ya'ni boshlang'ich yarim soat ichida kechadigan jarayonlar. Belgilari qichishish, toshmalar, burun oqishi, bronxospazm bilan namoyon bo'ladi. Kechikkan bosqichi 8-12 soat o'tib namoyon bo'ladi. Bunda eozinofillar, makrofaglar ishtirok etadi. Ular natijasida uzoq muddatli yallig'lanish jarayonlari kelib chiqadi. Endi birinchi tip gipersezuvchanlik uchun klinik misollar. Bu yengil kechishi mumkin, og'ir kechishi mumkin. Yengil kechganda bu anafilaksiya. Biz bu anafilaksiya deganimiz anafilaktik shok emas, u boshqa narsa. Ingliz tili adabiyotlarida anafilaksis deb ketaveradi. Biz uni allergiya deb o'rganganmiz. Shunchaki allergiya nomi ostida o'tib ketamiz uni belgilarini. Ularda allergy boshqa bitta kasallik sifatida olinadi-da. Anafilaksiya bu mana shu allergik holatga nisbatan olinadi. Shok esa boshqa narsa. Anafilaksiya bu masalan dorilarga, yong'oq mahsulotlariga yoki asalariga chaqishi natijasida kelib chiqishi mumkin. Bronxial astma, buni bilamiz, ingalyatsion allergenlar natijasida boyagi bronxospazm, bronxlarning shishi natijasida nafas olish qiyinlashishi bilan kechadi. Allergik rinit, o'sha changlar, tuklar, hidlar natijasida burunni, demak, yallig'lanish. Atopik dermatit, bu kontakt allergenlar, ya'ni teriga tegishi natijasida, masalan, charm mahsulotlari, sun'iy qanaqadir sintetik mahsulotlar natijasida terining yallig'lanishi. Ekzemalar,
o'sha toshmalar, turli urtikariya, eshak yemi yoki oral allergenlar bo'lsa, ya'ni hazm traktiga tushib, u diareya keltirib chiqaradi yoki ko'zga, shilliq qavatlarga tushib, konjunktivit keltirib chiqarishi mumkin. Og'ir holatda kechganda esa anafilaktik shok, bu keskin gipotenziya bilan kechadi. Gipotenziya bu qon bosimi pasayishi. Bu nimaga? Gistamin juda miqdori ortishi natijasida qon tomirlar kengayib, vital organlar bor bizda, ya'ni hayot uchun muhim organlar, o'sha organlarga qon bormay qoladi. Shu natijasida organizm shok holatiga kelib chiqadi. Xo'p, bu klinik misollar. Endi asosiy davolash prinsipini biz aynan mana bu dorini buncha dozada berish kerak deb o'rgatmaymiz. Hozir shunchaki davolash prinsipi qaysi proseslarni to'g'irlash kerak, shuni bilib olsalaring yetarli. Antigistaminlar, har xil palonchi dorilari bor. Nimaga bu? Gistamin retseptorlarini bloklash yoki gistamin ta'sirini kamaytirish orqali gistamin effektlarini bo'g'ish, ya'ni vazodilatatsiya, qon tomir o'tkazuvchanligini oshirish yoki bronxospazm kabi belgilarni namoyon qilayotgan gistamin endi antigistaminlarni berish orqali uni ta'sirini bloklab kamaytiramiz. Kortikosteroidlar bu yallig'lanish jarayonini kamaytiradi va o'sha oq qon tanachalari, leykositlarni yoki boshqa immun hujayralarni bir-biri bilan aloqasini ham bloklaydi kortikosteroidlar. Epinefrin esa bu mana shokni oldini olish uchun. Bu qon tomirlarini toraytirib, gipertenziv effektga demak sababchi bo'ladi. Mana shu mexanizmlar orqali biz gipersezuvchanlik reaksiyasini susaytirishimiz mumkin. Bugun gaplashganimiz birinchi tip gipersezuvchanlik reaksiyasi edi. Asosiy jarayonni tushunib olgan bo'lsak, keyingi ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi tiplarda farqlarini o'rganganda juda eslab qolishga oson bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.